Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun mana dori tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Sizlar bitta cho'micha olasizlar. Biz cho'michimiz qolib ketganligi tufayli bakalashga kirib qoldik. Xo'sh, mana bitta karbamid sog'amiz, bitta sulfat sog'amiz. Mana amofos sog'amiz, 1,5 ta amofos. Amofos 1,5 ta. Amofos ko'proq solinadi. Kali yarim tani yarmi. Ozgina solinadi mana. Shu tartibda dori tayyorlaymiz. Xo'sh, bu dorini karomga beryapmiz. Birinchi dorisi. Shunga amofos ko'proq solish kerak. Birinchi dorisi ildiziga ishlov berish, ya'ni ildizini mustahkam qilish. Sulfat solishdan maqsad, amofos solishdan maqsad ildiziga bo'lsa, yaxshi bo'lish bo'lsa, sulfat solishdan maqsad, sulfat uzoq vaqt kuchini saqlab turadi, ya'ni 40 kunlar ta'sir qilib turadi. Shunga sulfat ham qo'shamiz. Karbamid tez o'stirib, tezroq ta'sir qiladi. Shunga karbamid qo'shamiz. Kali yer tuzi deyshadi. Kali обязательно ozgina qo'shish kerak. Xo'sh, birinchi, ikkinchi dorimizni shunaqa tartibda solamiz. Chunki birinchi, ikkinchi dorini ildiziga ishlaymiz biz. Oldindan shunaqa ishlaymiz. Keyingi dorilar 1-2 dorini shunaqa tartibda tayyorlab solsak, keyin faqat selitra beramiz. Karbamid ham, sulfat ham, amofos ham bermaymiz, selitra beramiz. Ora sulfat bilan selitrani aralashtirib berishimiz mumkin. Aslan selitra beramiz. Keyin karom ko'chat ekkaninglarda 80 agatga ekkanmiz biz, o'rtasiga ekkanmiz. Bir qator arig'i 80, uzunligini 45 santimetrda ekib ketganmiz. Shuni aytib o'tay degandim, savollar tushgan ekan. 2 qator eksanglar ham bo'ladi, 2 qator ishlov berishda qiynalasizlar, kichkina yerlarga 2 qator eksanglar bo'ladi, sal maydaroq bo'lib qoladi keyin. Havo aylanishi past bo'ladi, maydaroq bo'lib qoladi. Hozir sizlarga yerimizga dori solinish jarayonini ko'rsataman. Assalomu alaykum. Mana arig'imizni ochyapmiz. Bittasidan mana bunaqa ikki yog'ini chizib beradigan qilib olganmiz matopilamizga, motoblogimizga. Yurganimizda ikki yog'ini chuqurroq qilib chizib berib ketadi. Biz o'sha karom tegi dori tashiymiz. Hozir bu dorimiz sulfat, amofos, karbamid, kali keyin. Hozir ko'rgan videoinglar mana bu eski mintalik karomni olib qo'ydik. Buni dori solganimizni olmasdan ochib yuboribmiz arig'ini. Mana arig'ini oralatib ochamiz biz. Buni kultivatsiya qilinib, yumshatilib, tayyor qilib qo'yilgan. Bularni mana oralatib arig'ini ochganmiz. Arig'ini chuqur ochmadik. Hali ko'chatlar yoshligi uchun chuqur ochish shart emas. Keyingisida chuqurroq ochamiz. Xo'sh, bunga hozir ko'rsatgan tartibda dori solindi va mana tayyor qilib qo'yildi. Xudo xolasa ertaga kech paytga suv ochib yuboramiz. Suv ochganimizni ham ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa quyosh botyapti, shom bo'ldi. Xo'sh, karomga birinchi dorini berdik. Endi sug'aramiz. O'sha o'tgan videoda dorini rasxotini yozib ko'rsatdim, ko'rdinglar. O'sha dorini sug'ardik. Endi keyingi dori solganimizda yana rasxotini ko'rsatamiz. Mana bu mintalik ko'chatimiz. Boshlari yirik emas-ku. Mana bu yoqlari yirik bo'lib qolgan. Mana o'tgan kuni suv qo'ydik, chanqadi. Kun juda issiq bo'lgan hisobiga juda tez chanqayapti. Mana bular sal zax ekan. Qaranglar, mana zaxli joylar, sal zaxi bor joylar kattaroq bo'lgan nisbatan. Yumshoqda yeri yumshoqligini hisobiga mana bu polyaga ham mana zax o'tgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu polyaga ham zax o'tgan. O'zi oralatib sug'arganmiz. Boshlari bilsanglar, traktor aylanganda boshini oxirini qotirib qo'yadi. Shunga boshi maydaroq bo'lib qoladi. Bu yog'i mana yirik bo'lgan. Bu mintalik ko'chatimiz. Xudo xolasa mana o'sha
sekin o'rashga tayyorgarlik boshladi. Xudo xohlasa tomosha qilinglar. Sizlarga pishgandan keyin sotib, xudo xohlasa qancha foyda qildik, qancha rasxod qildik, hammasini ko'rsatamiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kuzatishda davom etinglar. Karom ekishni bilmay yurganlarga ulashib qo'yinglar. Ekishni bilganlar o'zi ekaveradi, chunki hammaning o'zini ekish uslubi bor. Bizlarniki mana shu ahvolda ekish uslubimiz. Xo'p, kuzatishda davom etinglar. Sizlarga yangi videolar chiqarishda davom etamiz. Mana bu yoqdagi katta partiya ekilgan karomimiz pashti ko'rinmayapti. Buni xudo xohlasa bir ikkita suvdan keyin mana shunaqa ahvolga olib kelamiz. Xudo xohlasa duo qilib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Hozir ariqni ochib qo'yganimiz tufayli sizlarga eski maminga solgan dorimizni bir xil solingani uchun shuni videosidan kesib qo'ydik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.